Shu ko'nchada har xil narsalar qurdim. Xullas bu ikkinchi epizod. Qani go. Xullas akalar bizda bitta muammo bor. Va bizani skinimiz yo'q. Mayli hammasiga tupraveramiz. Xullas bu ikkinchi epizod. Menga ham ancha bo'ldi va Minecraftdan juda ham zerikib ketganman va Darknetdan bir Minecraftni boshqacharoq versiyasini tortib oldim. Albatta bu meni qiziqishlarim tufayli va Minecraftda tortganimda shunday abo'yda o'zgardi. 10 tomondagi va uning opisaniyasi ham bor edi. Hozir o'qib beraman. U yerda shunday deb yozilgan edi: agar o'lishni xohlasang, bu yoqqa kir. O'yinga kirib oldim. Ekran shunaqa qizarib turardi va ekran o'z-o'zidan o'chib yonishni boshladi va ekranda yozuvlar, sen o'lasan degan yozuvlar bor edi va o'yinga yana qaytib kirdim. Va o'yinga kirishim bilan yangi mirsaziyat qilishga harakat qildim. Va kiribla u yerda qanaqadir xitoycha yozuvlar va ekran shunday bo'lib yonib o'chaverardi edi. Va uni ma'nosi sen o'lasan degani ekan. Albatta bu kartaga kirib ko'rdim va u yerda siz kutmagan hodisalar yuz berdi. Albatta bu juda ham qo'rqinchli bo'lishi mumkin. Albatta meni o'lishim sizlarga qiziq emas. Shuning uchun men kirdim va ekran nimagadir yam-yashil va lava, suvdoniga lavalar bor edi. Va men taxtalardan o'zim craft qilishni boshladim va bu yerni ancha obod qilishni boshladim. Mana uyimni ham qurib oldim va hech qanday o'zgarishni ko'rayotganim yo'q. Menimcha uxlasam ham bo'ladi. Ertaga qishloqlarni toparmiz balkim va shunday qilib uxlab qolganimdan so'ng pastda qandaydir ovoz eshitildi. Jin ursin. Pastda qandaydir ovoz eshitildi. Menimcha kimdir yuribdi pastda. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Bu yoqqa hech kim kirishi mumkin emasdi. Balkim zombilardir. Hozir pastga tushib ko'ramiz. Juda ham qorong'uligi uchun fonar olib olaman albatta. Qani, menimcha bu yoqqa hech kim kirmagan yoki yo'q, aynagim sinibdi. Nima? Aynagim? Kim sindir? Yo'q, balkim bu yoqqa kimdir sindirib kirgandir, lekin anig'ini bilmadim, lekin hozircha ko'chalarni bir aylanib kelishim kerak, chunki u joydan kimdir kirgan bo'lishi mumkin meni o'ltirish uchun albatta. Hozir kirib ko'raman albatta. Menga nima bu yer lava edi, hozircha suv bo'lib qopti oddiy. Mayli va bu yerdan kimdir kirganga ham o'xshaydi, lekin anig'ini bilmayman. Agar nima kim u? Hozir mana shu yerda turadi, kim edi? Oppoq sharpaga o'xshagan, balkim o'sha meni o'ltirish uchun kelgandir yoki qandaydir nima pastda yo'l bormikin? Oy. Pastda sandiq. Qani ochib ko'raylik-chi. Qani nima deb yozilgan ekan? Balkim bizga qandaydir muhim xabar bo'lishi mumkindir. Hozir ochib ko'ramiz va birgalikda nimalar bo'lishini ko'ramiz. Qani, xatda nima deb yozilgan ekan? Va bu yerda shunday deb yozilgan edi. Agar bu xatni topgan bo'lsangiz xursandman. Sizga bitta narsani aytmoqchiman. To'g'risi, bizni hammamiz qirilib to'liq omon qolishga urindim va bir qishloqni chekkasiga yashinib oldim. Agar bu topgan bo'lsangiz, oldimga kelishingizni so'ragan bo'lardim. O'sha bizni o'ltirganlarni yo'q qilamiz. Bu xatda yana bir nechta so'zlar ham bor edi, faqat yomon va hozir qayiqni olib tezroq uni oldiga bormasak bo'lmaydi. Chunki men respawn bo'lishim bilan qishloqni ko'rgan edim va hozir o'sha joyga ketyapmiz va mana qishloqqa keldim, hozir kirib ko'ramiz. Menimcha o'sha inson shu atrofda bo'lsa kerak. Rostdan ham qishloqdagilarni bittasi ham yo'q. Ularni qirib tashlashgan va uni oilasiga qo'shib, albatta uni topib hozir yordam beramiz. Va nima uchun Darknetga bunday o'yin saqlanib qilinganligini hali ham bilmayapman. Nima qishloqlardan birimi yoki adashdimmi? Menimcha omon qolganlar shu yoqqa bir ikkitalari yashirinib olgan, lekin xatni yozgan odam bilan men ko'rishib olishim kerak. Menimcha oxirgi uyini tekshirgani shu yoqqa keldim va bu yerda nima? Rostdan menimcha shu uni oilasini qirib tashlashgan edi, adashmasam. Hozircha u chiqmayapti. Menimcha uxlayotganga o'xshaydi. Hozircha eshigini ochsa, u bilan gaplashib olaman. Salom. Siz adashmasam sandiqqa qandaydir xat yashirib qo'ymaganmidingiz? Men sizni xatingizni topib olganga o'xshayman. Da, to'g'ri. Sizni men o'shani yozgan edim. To'g'risi, oilam qirilib ketdi, eshigini yoping. Rostdan qishloqdagilar ham
bundan aziyat chekyapti. Hozir sizga aytib beraman nimalar bo'layotganini. Juda ham g'alati hodisalar yuz beryapti hozir. Bir boshdan aytib beraman. Xullas, men uyda edim va qandaydir hol bilan qandaydir monsterlar keldi va meni oilamni qirdi va men to'g'risi men juda ham afsusdaman va mana sizga qurol ularni yo'q qilishimiz uchun, lekin qishloqdagilar ham o'lib ketdi. To'g'risi oilam men uchun qadrli edi. Sizni yordamingiz menga tegadi deb o'ylayman. Hozir ular kelishadi. Albatta siz menga yordam berasiz va ularni bitta-bitta qiramiz. Ketdik bo'lmasa menga yo'l boshlang, albatta ularni yo'q qilamiz. Va mana o'sha monsterlarni hozir yo'q qilamiz. Nima? Qanday maxluq bu? Shular sizning oilangizni yo'q qildimi? Bo'lishi mumkin emas. U qayta tug'iladigan maxluqqa o'xshaydi. Uni albatta do'stlari ham bo'lishi kerak. Albatta ularni yo'q qilamiz. Videoni shu joyda tugatamiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Agar ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, kommentariyaga Minecraft so'zini